Bizning ekologiya bilan ishimiz yo'q. Biz talabamiz, lekin xona tozaligi bilan ishimiz yo'q. Biz talabamiz, biz yashashni bilamiz. Oxirgi tashlagan chiqindingizni esla olasizmi? Albatta esla olmaysiz. Lekin bu chiqindini 6-avlodingiz ham ko'rishi mumkin. Ushbu chiqindi 450 yildan 1000 yilgacha chirimasdan turishi mumkin. Biz tabiatni asraylik. Tabiatni asrash avvalo o'zimizdan boshlanadi. Bejizga 2025-yil atrof muhitni asrash hamda yashil iqtisodiyot yili deb nomlanmagan. Siz o'zingizga savol bering. Ushbu yilda qanchalik tabiatni asray oldingiz? Ushbu savolga javob o'zingizni qoniqtira oldimi? Biz insonmiz, albatta tabiatni asrashimiz kerak, qalbimizda va ongli ravishda. 2025-yil ham o'z nihoyasiga yetar ekan, biz yilning nomi qanday nom bilan atalmasin, kelgusi yillarda ham atrof muhitni asrashni o'zimizning burchimiz deb bilaylik.